Aqlli odamdan shunaqa aqlli gap eshitgandim. Siz odamlardan deydi 3 ta xislatni qidiring deydi. Aql, kuch, halollik. Agar shu 3 tasidan 3-inchisi, ya'ni halollik u odamda bo'lmasa, u odam bilan siz dalsha ketishingiz, nimadir ish qilishingiz befoyda degan. Xuddi mana shu qiyoslashga bitta situatsiya bo'ldi yaqinda. Bitta usta bilan ishlayapman, santexnik. Ish berolman, boshqa qilyapman. De уже boshida hammasi ko'ringandek emas-da, sekin-sekin boshqacha muomala, boshqacha уже xarakter, boshqacha hisob-kitob, misol pul temasiga kelganda baribir. Уже halollik degan narsa o'yindan chiqishni boshladi. Va u ustani men sразу chopdim. То есть halollik yo'q joyida ming u professional usta bo'lsin, ming u kuchli bo'lsin, mana shu halollik yo'qmi? Kerak emas.